o'yindan keyin taassurotlar вообще emas, muhokama ko'rishlaringiz mumkin. Вообще video oxirigacha ko'rishingiz. Ishlayapti deb ko'zimni yumib qo'ydim, ko'rsatdim deb tekshirib ko'rdim. Assalomu alaykum barchaga. Bugun Sherdor Media YouTube kanalida o'zgacha video, ya'ni biz jamoadoshlarimiz bilan mafiya o'ynashga qaror qildik. Ancha qiziqarli video bo'ladi. Like bosib oxirigacha ko'ring. Hammaga omad. Hozir men kartalarni yaxshilab aralashtirib hammaga tarqataman. Sizlar o'zlaring kimliklaringni bilganlaringdan keyin o'yinimiz boshlanadi. Hamma ko'zini yumsin, men kartalarni tarqataman. Hamma ko'zini ochishi mumkin. Kartalarni ko'rib olsin. Ko'rib olsin. Hamma ko'rib olgan bo'lsa, ketma-ket birin-ketin tanishamiz. Humoyin, siz kimsiz? Men asli O'zbekistonlik emasman, turkiyalikman. Bu yerda mafiya o'ynagan turib Sherdor Media jamoasidan. Men ismim Abu. Bitta turkcha gapirib bering. Masana. Ammo udi. Qodaxon. Men Nikolas Jacksonman. Chelsidagi porloq o'yinini hamma bilsa kerak. Mafiya o'ynagan juda porloq bo'lgan. Shu o'yinlaringni mafiyada qilmasligingni tilab qolamiz. Aka Birxon. Kimligimni ham bilmayman. Meni janob hech kim deb chaqirishadi. Bo'ldi, Nikto. O'rni yo'q. Men hozirda hech kimman. Faoliyatim davomida ham hech kim bo'lganman. Bundan keyin ham hech kim bo'laman, lekin otim Ozod. Endi shunda ikkalang qarindosh. Ozod hech kim. Qarindosh. Albatta. Meni ismim Ma'mur. Ma'mur. Men oddiy taksistman. Odamlarning xizmatini ko'rishga shu ishim yoqadi. Kuniga qancha so'rayapsiz? Ajoyib. Kuniga 2000-3000 dollar. Ha? Taksiga o'tamiz. Umid. Biror tamay kerak odamman tamom. Umid hammaga kerak. Ikkalamiz Zimlak, Po'lat Alendar. Turkiyadanman men ham. Mafiyani hayotdagi versiyasi ekan-da, o'yindagimi bilmadim. Hop, unday bo'lsa tanishib oldik hamma bilan. O'yinni boshlaymiz ko'p kuttirmasdan. 1887-yil Amerikaning Texas shtati. Barchaga ma'lumki, juda ham kriminalniy ishlar bo'lgan. Ya'ni mafiyalar to'g'ridan-to'g'ri odamlarni o'ldirgan va hokazo va hokazo. Endi hozir bizda shu tunimiz bo'ladi. Mafiyalar qolgan. Hammasi ham yo'qolmagan. Tun. Barcha maskalarni yuziga taqib olsin. Texasda ikkita mafiya qolgan, 2 dona. Va o'shalar ham o'z ishini davom ettirish uchun yana odamlarni ovlashga tushdi. Mafiyalar ko'zini ochdi. Albatta, hamma shaharda komissar bo'lgandek Texasda ham bor, lekin sal mas'uliyatsizroq. Bizda komissar kim? Xo'p, endi bizda vrach bor. Xo'p. Mafiyalar endi o'zlariga o'lja tanlashi zarur. Mafiyalar ko'zini ochib, bir kishini o'ldirish kerak. Xo'p, bizda shifokorlar bor. Shifokorlar bitta o'ljani davolashga harakat qilib ko'radi. Bizda komissar ham o'zini ishini qilishi kerak. Tong otdi.
tang otdi. Hamma ko'zini olsin. Doktorlardan judayam ajoyib urinish. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi va o'sha o'ljaning hayoti saqlanib qoldi. Endi fikrlarga o'tamiz. Fikrlar ben o'yinni boshidan baribir kimligini bana bilib bo'lmaydi. Hech kimdan o'zi Hop bitta taxmin. taxminan Kim mafiyaga o'xshayapti? Yo'q qilib bilyapman boshidan. mayli shu Fathulloh aka. Jackson. Kim mafiya bo'lishi mumkin seningcha? Endi tushmaydi. Nima deyishni Viktor. Ey, Prosta gapni boshida taxmin. sotildi o'zi. Komissar kim bo'lsa borki ishorasigacha berib turdim, borki boshida gapni anglamagan bo'lsa. Gapini eshitildi, Turkiyada bizda mafiya qilganmiz deb. Endi anglab olasizlar. Kim bo'lishi mumkin? Komissar kim bo'lsa qo'lim bilan ko'rsatib turdim. Lekin hech kimdan ham shubha qilish kerak. Hech kim, hech Hamma- kim ishonmaydi. Hech kim aka biroz hech kim deydi. Hamma bo'lishi Hech mumkin. kim. Hamma bo'lishi mumkin. Kim deb o'ylaysiz? Hech kim, hech kim hozir. Endi qoldi gapiga kirsalar xor bo'lmaysizlar. Humoyin birinchi mafiya. 100%. Nimaga gapiryapman? Man o'zimni aytib ketay. Men oddiy aholiman, lekin o'zimni o'ylaydi Humoyin aka deb. Men ham oddiy aholaman. Turkiyada kelganim mafiyalarga chiganim. Chunki bizning gumonimni aytyapman. Turkiya birdan Ikkinchisi Shahboz aka. Boshida ayt. Ikkinchisi Shahboz aka. Nimagaligini ham aytib ketinglar, hurmatli ishtirokchilar. Men dedi. Ha, o'zim fikrim bildirib olay. Hey, Ha, bildi. sen qo'shilmay, senga ham o'chib kelar. Mana birinchisi Humoyin aka dedi. Ikkinchisi Umidni argumentlariga qaraganda hozir men Shahboz deyishim kerak. Lekin men nimagadir Shahboz. Komissar Bu kim bo'lsa taxmin, qo'lim bu bilan taxmin. ko'rsatib turdim-da. Xo'p. Sizningcha kim? Menimcha Humoyin. Chunki birdaniga qarab nima deydi? Hammaga qarab chiqdi. Men chunki men endi to'g'ri kulgim keldi, misol o'zim bilaman. Kulgim kelganda o'sha mafiya shu deb meni birdan nima qiladi. Menga Humoyin. Umid, endi gapir. Boshida aytildi o'zi. Chag'uzligida. O'sha payti o'zi siz hozir mafiya emasmisiz? Mafiya emasmi? Boshida aytingiz qarang, Turkiyada mafiya bu chiqsa-chi. Bildi, o'zingning argumenting bildi, tamom. Bosh Humoyin akamlar bo'lsa Shahboz aka. Shahboz aka. Umidda. Umid ko'p gapiradi. Umid ko'p gapiryapti. Ko'p gapiradi. Umid. Mana kim gapirishim mumkin Yo, Gapirish kerak. Harakat qil. Bunda Humoyinga kim ovoz beradi? Bering. Umid bersana. Ha, o'lsin bo'ldi. Ishoninglar, 4 ta bo'ldi. O'sha foydasi yo'q. Nimaga men mafiya masalan nimaga? Mani ichki institutsiyam aytyapti. Siz Mana Mafiyalar o'zi. Buni odatiy Mafiyalar birinchi aytyapman. Mafiyalar Turkiyadan boyagi bagilni Xato qilishdan ham o'ziga o'ylab. Men o'ylayman katta xato qilyapsizlar. Meni tanlab. Mani Xudoydan aka deb o'ylayapman. Hozir hammasini Alloh sanadi. Bo'ldi, ovoz berildi, tamom. Sen ishingni qil. bo'ldi. Katta oching. Oddiy aholi edim. Gapir. Biz bitta kelgamay. Mana endi mana o'zimni fikrimni aytdim. Sizga kelaylik. Ikki og'iz bittaga mana shu ozoqdan ko'rasizlar. Boshqa bo'ldi. Mana shu sразу. Ikkinchi mafiya aytmaysiz kimni. Men birinchi mafiya. Sizga ikki narsa urdim. Katta ehtimol buni deyapti-da. Men hozir komissarda o'ylagandim. Ovoz berganim uchun aytayapman. Ikkinchisini ham ayting Men bitta. komissarda o'ylagandim. Tekshirib ko'rganim uchun so'z o'ylim bo'lib aytyapti o'ylagan. Humoyin akaga ikkilanib turgandim. Hozir komissar bo'lavermaydi-ku asl. Endi boshida aytardim, Putinning og'ziga otganman bo'lardim. Ikkinchisi kim deb o'ylayapsiz? Ozod ekan sizga ovoz bergan. Umidjon deb o'yladim. Ko'p gapir. Ko'p gapiryapti, ko'p oqlayapti. Lekin Men o'zim jim o'tirgandan ham Haqiqatan Men aytyapman sizga bittaga qamaydik. Bittaga qamaydik. Kamaygani sizga boyagi bir minus bo'lish kerak, harakat qilishingiz kerak-da, gapir. Biznes chalkashtiradi. Sotdi o'zini. Harakat bizda minus 1. Yana tun ikkinchi kun hamma ko'zini yopsin.
Mafiyalar o'z ishiga kirishyapti. Shifokor. Gapirmanglar. Bo'ldi. Mafiyalar ko'zini ochsin, bitta o'ziga o'lja tanlab o'shani otsin. Jimlik. Komissar ko'zini ochsindan bir kishini kartasini ko'rsin. Vrach uyg'onib bir kishini davolasin. Tong otdi. Afsuski bizda qurbon bor. Shifokor adashdi. Xato qildi bu safar. Qurbon qilgan bo'lsanglar rahmat. Bu Shahboz edi. Desam adashaman. Men kimga ovoz berganim birinchi? O'sha. Davay. Kim yoz dedi? Eslab olasizlar endi. 3 ta variant Ayting. Ha endi ta'mir qilib keting. Shahboz bilaman, ikkinchisi kerak. Kim kattang nimasi kattang? Oddiy aholi, Buni o'zim bilaman. Unday holmi? Oddiy aholi. Endi bitta mafiya, bitta komissar, bitta doktor, bitta oddiy qoldi. O'sha oddiy manman. Men bir o'g'ri qilaman. Gaplashinglar. Sen oddiy mana. Mafiya. Men mafiya emasman. Ishonish kerak bo'lgan. Lekin Morkanish burchakdan bir gap. Mafiya omma o'tirganimda bo'yitdan beri o'yinni boshidan menga tashlamagan bo'lardi. Ash burchakdan bir gap bor lekin indamay o'tiribdi. Umuman gap qo'shgani yo'q lekin indamay yetib ketishi mumkin. Ikkinchisini topolmayapman. Bittasi 100 foiz. Men ikkinchisini topolmayapman. Komissar kim bo'lsa kulib o'tiribdi qo'lidan. Tekshirib ko'rsin, iltimos. Mana shu ikkalasidan bittasi 100 foiz. Ey, komissar chiqarsa kiyib ko'ring. Bilyat. Ey, komissar hali o'yinni qo'l bilan ko'rsatib o'tiribdi. Tekshirib ko'rsin, iltimos. To'xta bitta gapiray. Komissar o'z bilganidan qolmayapti. Mafiya borku, shunday prosta borku, endi o'zimning fikrim, prosta mafiya shunday ochib, shunday belgilab, shunday bo'ldi. Indamay o'tiribdi-da. Shunday bo'lishi ham mumkinligi. Indamay yutib ketishi ham mumkin. Biz hozir oddiy aholi deb indamay turib, misol buni chiqarib olsak bo'ldi deb. Hozir o'zi kam qol. Men oddiy aholi-da. Hozir ovoz bo'ladi. Hozir bu ikkalasini bitasini tanlash kerak. Mana shu fikrda. Ha bunga kim ovoz beradi? Bo'ldi. Podcastga berib ketdim, hammaga ketaveryapman. Hatto aka. Mana bu hammaga tashlayapti-da. Menga tashlayapti, sizga tashlayapti. Hozir bunga ham tashlamoqchi bo'lyapti. Prosta hammaga tashlab chiqyapti-da, mafiyada bu. Hammaga tashlab ko'rishi mumkin. Men ikkinchi odamni izlayapman. Birinchisi aniqsiz. Seni maqsading uni chiqarib yuborish, to'g'rimi? Men aniqsiz birinchisi. Men ikkinchi odamni Seni maqsading oddiy aholini yo nimani chiqarib yuborish, komissar o'birashdi. Yo'q. To'g'rimi? Prosta Yo mafiya. nima bitta odamda qolmayapsan? Misol uchun men Mana seni shu qolaman. Prosta meni sizga fikrim aniq. beryapti. Bo'ldi, ovoz berishga o'tamiz. Yo, lekin Fatvo aka bu nima emas. Bu ko'p nima qilyapti? Harakatlarni. Ovoz. Eshitmay uni, o'shani chiqaraman. Menlar Kimda? chalkashasilar. Meni fikrim endi katta ehtimol fikrim endi bilmadim-ku. Men ikkinchi chetda indamay o'tirgandan Iltimos, menga ishoning aka. Ishoning, ikkovi mafiya bo'lib turibdi. Xo'p. Men boya Ozodga Sen endi yoki Umid. Yo moj bo'lishi mumkin. Chunki birdan Shahbozga tashlayapti. ikkinchisini topolmayapman. aka Shahboz boshdan boshqaladi. Sen ikkitasini bir vaqtda bir kishini men qolganman deyapman aka. Ikkinchisini izlab. bo'ldi. Prosta men Ovoz beray bo'ldi. bo'ldi, ovoz. Men bunga ovoz bergan bo'laman Fatvo aka. Mana oldida turibdi, ko'p gapirdi. Hamma tashlab yotibdi mamnun deb. Chiqarish kerak. Ovoz yo'qmi hech kim? Prosta kam qolgani uchun oddiy aholi Mana aka bermang, hozir ber. Mana ko'p gapiradi. Hammaga tashlabdi mamnun. Menga Berishim ketadi bunga. oddiy aholi Hozir kim ovoz beradi? Hozir chiqib ketaman menga. Bunga ovoz yo'qmi hech kim? Yo'q. Bermaysiz faktlarga. Ozodga O'zini aytib menga ovoz berma. Bermaysizmi? Xato qilyapsiz. Mana ko'p gapiryapti aka. Hammaga aniq fakt chiqmadi. Bu Ikkalasi merniyni oqlab chiqib ketish. ikkalasi sportni vaziyatda hozir. Ikkita mafiya zarda Prosta o'zini holiga qolib ketadi. Prosta meni fikrim oddiy aholi kam qolganimiz uchun men prosta bitta
Bo'ldi, bitta oxiri eshitib tur. Oddiy aholi bitta qolgan. Boshida aytdi, bizlarni komissarimiz sal aniqroq dedi. U aniq kimligi. Yo, men bu aytib bilmaydi. Qaranglar. Ko'rsatib o'tiribman, komissar kim bo'lsa, men birinchi sanda o'ylagandim. Humoyun akaga talibom 100% degandan keyin. Doktor, agar siz bo'lsangiz, doktor bo'lsangiz, men shu ikkalasidan bittasi. Bo'ldi, ovoz beraylik, ovoz. Mana uni ovoz ham deb aytib o'tiribman. Bo'ldi, Umidga kim ovoz beradi? Tamam, Umidga kim ovoz beradi? Mana turibdi, mana nima shoninglar. qilyapsizlar? Gapiraveradi bu. Patolog. Shoning Mernilab. Shoning menga. aka, mendan otishga chiqqan prosta o'zlaring qolib ketadi. Aka, shoning gapimga. Menga bermadi-ku boya aytgan paytda. Mayli. Umidga bering aka ovozni. bermang, adashasiz. Adashasizlar aka. Komissarga ko'rsatyapman, iltimos tekshirib ko'ringlar, tekshirib ko'rgan bo'lsa ovoz bersin. Aka, qani bunday qilamiz. Ovoz bunga beringlar. Agar bu mafiya bo'lmasa, men kartamni ochaman. Keyingi partiya kartamni ochaman. Gapimga javob. Kartamni ochaman agar ana mafiya bo'lmasa. Umid sen nima deysan? Farqi yo'q. Keyin ochmasa bo'ladimi? Bo'ldi. Keyin aka bitta otib yuboradi hozir men. Umid ovoz ikkita mafiya turibdi bu yerda. Shansiz bor lekin. Ikkita mafiya ishtirishdi. agar hozir Hozir borki menga 50 ga 50 vaziyat mana shunda turibdi. Patolog aka, mana Ikkinchisi kim? Ikkinchisini patolog aka, mana shoning aka ko'p hammaga tashlayapti bu isbot. Prosta hozir aytyapman. Prosta men Prosta hozir aka bitta mafiyani chiqarak, keyingi tun talibonman chopilib ketaman hozir. prosta men kam qolganimiz uchun harakat qilaylik deyapman. Yutishga harakat qilaylik. Aka, jon aka, ishoninglar menga. Umidga ovoz, tamam, bo'ldi. Umid, bo'ldi. Umidga ovoz. Patolog Umidga emas. Umidga. Yo'q, Demaysan? Umidga. o'ylab ko'ring. Aka, ishoning, iltimos. Bo'ldi, Umidga ikkita ovoz, Shabozgacha. Lekin adashasizlar. Uchta bo'ldi. Men hozir o'zimni oqlashga harakat qilaman. O'g'limni ko'taraman. Qara, mana isming Shohjahonmi? Javob sen komissarsan-da, bilaman. Buni komissarligi mana bilib turibman. Tekshirmayapsan-da. Mana boya kartasini senga ko'rsatgan vaqt ochish kerak. Uyinni boshidan beri ko'rsatyapman balki ikkishini. Mana, qara. Bittasini xato qilgan ekanman. Ikkinchisi lekin polibon bo'lmish. Bu yuzni ikkinchisiga men ozodlik gapiga kirib bir gunoh qilgan. mafiya bu yuzini ochganda bu ochgan vaqti, ochgandan keyin komissar degan vaqti bu yopyaptidan любой odam ko'rsatyapti tekshirishni. Tushunyapsanmi? Atak menga Farruh kartam ochib ketaman, просто yutqizganimiz qolar. Ozod. Mana ko'p gapirib o'tiribdi. Men ko'p gapirayotgan bo'lsam, boya Ikkita qo'ysin. Ikkinchi mafiya kim? Qo'ysin. Ikkinchi mafiya. Ikkinchisini mazlayapman, birinchisi aniq. kim? Agar siz bo'lmasangiz, mana birinchisi bu bo'ladi deylik. Ikkinchi Fathulla aka bilan bu komissar Birinchisi mana emasmi, ikkinchisi emasmi lekin aniq bilan. qanday kelishamiz bu tarafdan? Ikkinchisini bu komissar turibdi. birinchisi aniq, ikkinchisini Oddiy. Yo sen yo buda. Nimaga menga Men tashlab hozir ikkinchi mafiya so'rayapsan. Ikkinchi mafiya so'rayapsan. Mana bir. Yo sen yo bu ikki bular. Bu aniq komissar. Hozir bittasini chiqarib olsang, bu bir bo'lsa ikkinchisi kim? Ikkini bilmayapman shuni. Uyinni boshidan beri ikkinchi mafiyani izlayapman men. Fathulla aka. Men bitta hozir shuni men talaysizlarga. Tamom, shuni o'zi bo'ldi. Ishoninglar bitta Fathulla aka o'zini shunday chiqaraylik. Ikkita mafiya Shans qolib ketadi. shans tugaydi. Shans tugaydi. Keyin chiqaraveramiz. Shuni o'zi qarama, 50 Bitta ga qoldiray xatyapti, bitta. 50 ga Yo'q, qarada, hozir qara. Fathulla aka mana bu komissar bo'lyapti-man. Oddiy bo'lyapti. bu komissar emas bu. Mana oddiy Bu chaqirar ikkovlaringdan bittalari mafiyasilar. Bak, ayni polibon mafiyaligi. Sen birinchisini aytaysan, to'g'rimi? Hisob tutaylik, ya'ni sen bo'lmasligingga bizga dogovor yo'q. Uvereniz yo'q. Xohlay, ishoninglar, o'g'linglar, Bunda oldingi o'yinlarda qanday o'ynayapti? Hozir qanday? Bir xil o'ynayapti hamma. Hozir shuning uchun mana qara, ikkita argument bor. Bitta ikki kishi bo'lsa, birinchilikka, ikkinchisi bu kishi bo'ladi. Ozod, agar meni shuni chiqarib olasizlar, menga farqi yo'q. Men chiqib ketsam, prosta. Agar meni chiqib ketasizlar, ikkita mafiya qoladi, o'ynab kulib yutadi. Bo'ldi, o'zi bitta hozir hal bo'ladi. Sen aytayapman, bitta shoni chiqarak komissar bo'lib, polibon chopilaman men. Aniq u. Ikkita mafiya bo'ladi, ikkita mafiya kiraga o'qisang. Birinchi bu meni chopdi. Bo'ldi, ovoz berish kerak. Vaqt so'zi. Chiqib ketdan agar buni chiqaraylik, men kartamni tekshirasan. Mana gapimga javob. Bu chiqib ketsa, men kartamni tekshirasizlar. Agar rasmiy ishonmayotgan Umidga kim ovoz beradi? Tamom, Umidga ovoz. o'ylab ko'r, tekshirasan debman meni nimamni.
agar rost shuna bo'layotgan bo'lsa, meni nima Fatullo aka, mana shoning aka. Bo'ldi o'zi. Fatullo aka. Bo'ldi shu. Men nelarlik Ochkardang mafiyasan-ku. Nixuya mafiya emasman. Vrach. Mana mafiya yetdi. Mafiya yetdi. Mana gapda. Ha aytdim boylar shu. Qani o'raylik dedim, yo'q dedim. Sizlar ko'rasiz mafiya edimi? Kim Bittaga bir bo'ldi, mafiya yutdi. Bittaga bir. Men aytdim boshida. Fathullah keldi. Mana biz Fathullah akani chiqaraylik, birinchi keyin bir kishi qoladi, yutib ketamiz biz. Ishlayapti-da, bak ko'zimni yumib qo'ydim, ko'rsatib o'tiribman, tekshirib ko'rdim. Tekshirdim, yo'q bilaman, tekshirgandan keyin bilish kerak. Ozod kerak edi. Ozod bittasi qolasida yutardik. Ozod bitta fikrda qoladi yoki shu o'yladim. Umid etganman, uyatasidan bildim. Ozodga bir Chilla, so'lib chiqadilar. Bitta Shahboz o'zi qolasida. Ikkinchi mafiyani izlashga aytdim. Umidga davom etadi deganimda ikkinchisi javob berib qoladi. O'yindan keyingi taassurotlar вообще emas, muhokama ko'rishlaring mumkin. Вообще video oxirigacha ko'rish kerak. Chiqarganimiz deydi, bittasi qolardi. Yo sen yo bu kishi. O'shanda men mana bu transfer qilardi. Endi men ikkinchisini izlaylik. Qo'yniga o'tirgan paytda ham aytdim, men ikkinchisini izlaydi. Mana ko'rib turganlaringizdek o'yin вообще emotsiyaga boy bo'ldi. Sportlarga, bahslarga, tortishuvlarga, hamma narsaga boy bo'ldi. Bu videoning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va kuzatib boring bizni. Ko'rishguncha salomat bo'ling.